Domni sotib budjetli narxda arzon uchastkadan ko'p qidirayotgan mijozlarimizga yana bitta yaxshi variant bor. Bektemir postidan 2 kilometr o'tganimizda Ustozlar ko'chasiga kelganimizda 1,5 sotuv 4 xonali yangi qurilgan xonadon sotuvda. Xonadon o'zi yangi qurib bitkazilgan, uy egalari ko'p yashashga ulgurishmagan, pul zarur bo'lib qo'yganida sotuvga qo'ydim deyishyapti. Suv, svet, gaz hamma kommunikatsiyalari bo'lgan xonadon. Ba'zi bir mebellar tashab ketiladi, ba'zilar bo'lsa olib ketiladi. 70 ming dollar so'rashyapti, kelishadigan joylari bor. Mana shu xonadonni obzorini qilamiz. Xonadon tupik ko'chada joylashgan, mashina bemalol kirib keladi. Qorong'i bo'lgani uchun hovlidan boshlab olish boshladik. Mana hovliga mashina olib kirib qo'ysanglar bo'ladi. Bu tarafga mana tapchalar ham qo'yib olishinglar mumkin. Uyi oldi tarafdan yerto'laga tushsak bo'ladi. Uyi katyollari yerto'laga o'rnatilgan, remontlari yangi holatda. Bu yerdan uyga kirib, xonalarni ko'rib chiqamiz. Bismillah deb kiramiz. Qaranglar, xonadon sveji holatda, hali remont hidlarigacha turibdi. Kirishimizga chap qo'limizda oshxona bo'ladi. Oshxona mebellarini tashab ketamiz deyapti. Mana shu o'zi maza qilib oilaviy nonushta qilib o'tirishinglar mumkin. Koridordan o'ng tarafimizda mehmonxona bo'ladi. Mana shu pardalari ham qoladi deyapti. Lustralar ilingan ko'ryapsizlar. Sharoitlar yaxshi holatda. Mehmonxonadan bitta spalniyaga o'tamiz. Hop. Mana bu yerda ikkita xona bo'ldi, ko'rdinglar? Koridorga chiqqanimizda to'g'rida yana yonma-yon ikkita yotoqxona bor. Birinchi xona bu tarafda, ikkinchi xonamiz. Bu bolalar xonasi qilib, narisini ota-onalarga mo'ljallangan xona qilsanglar bo'ladi. Chap qo'limizda umumiy yuvinish xonasi. Ukalar 70 ming dollar so'rashyapti. Bektemir tumanida joylashgan yaxshi xonadon. Kelishadigan joyi bor. Videoning tagida raqamlar bo'ladi, aloqaga chiqinglar, egalar bilan to'g'ridan-to'g'ri savdolashsanglar, arzonroq xarid qilsanglar bo'ladi. Mana Bektemir taraflardan hujjatli narxda Novostroy ko'chasiga qidirganlarga tarqatib qo'yinglar, kelishadigan joylar